kun uylanadi. Uylangandan keyin to'y kechasida uyiga kirsa, ayoli g'alati holatda yig'lab o'tiribdi. Keyin aytadi, "Tekshiring, bu nima bo'ldi?" desa, "O'tiring, sizga muhim gapim bor." "Nima gap?" deydi. "Hozir shunga kelishaylik. Nima bo'lsa bo'ldi. Rozi bo'lsangiz hayot kechiramiz, rozi bo'lmasangiz o'zingiz bilasiz." Yigit hayron. "Nimani so'ramoqsan? Nimani aytmoqsan?" desa, "Bilib qo'ying, sizga erga tegishdan oldin men zino qilganman. Men bokira emasman. Shunga rozi bo'lsangiz yashaymiz, bo'lmasa meni ruxsatim bering" deydi. Aytsa endi dabdala miyasiga darrov keladi. Aytadiki, "To'xta, men bir necha yil avval bir xonadonning qizini shu zino qilib boshiga musibat keltiruvdim. Alloh taolo tezda uni qaytarib sinimga qaytardi. Bugun o'zimga qaytarib turibdi" dedimda, endi Alloh gunohimni kechirsin dedim, "Sen ham gunohingni kechirsin" dedim. O'zi apatiga chapati, "Men ham shu edim, sen ham shu ekansan, yashaveramiz" deydi. Undan ham yomoni deydi, Alloh qiz farzand berdi. 7 yoshga yetganda bir kun kirsam, qizim yig'lab o'tiribdi, onasi rangida rangi yo'q. "Nima bo'ldi?" desam, "Qizingizni bavob" deydi arablarda, ya'ni xizmatkor deydi. Eshik oldidagi bavob noto'g'ri harakatlar qildi. Yaxshi harakatini qildi. Shu uchun qotib qoldik, qizingiz ham qo'rqib faqat yig'laydi, hech narsa qila olmaydi. Shu joyda deydi, hushim